Mana g'alla sezonda g'alla selkani udari esiningizga yetib keldi. Bu selkamizning afzal tomoni bir vaqtda o'zida dominator freza bilan yerni yumshatib, undan chiqqan kesaklarni o'zini katogida maydalab 24 qatorli Turkiya davlati ishlab chiqarilgan g'alla selkada urug'da sifatli ekib beradi. Bu kak aytsak bo'ladi, xalqimizda mashhur safir selkalari. Bilasiz, safir selkalari 600-700 milliondan boshlanadi. Bu selkamizning hozir kundagi narxi 395 million so'm. Bu faqat selka qilib emas, bahor oylarida bu selkasini alohida yechib, frezani o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi. Juda ham qulay, mustahkam, sifatli. Turkiyaning O'zbekan firmasida ishlab chiqarilgan. Eng afzal tomonlari yerni yumshatgandan keyin yuqorida aytib o'tdik, katoglari bor. Katoglari kesakni maydalab, juda ham tuproqni mayin qilib beradi. Bu tuproqni mayin qilib bergani urug' ekilgandan keyin yaxshi unumdorlik hosilga kirishga juda katta yordam beradi va undan tashqari ko'rishingiz mumkin, o'zini ocharlari bor. Bu bilan bemalol jo'yak olib, g'allani ekib bir o'q bilan siz 3 quyonni ursangiz bo'ladi. Bu degani ancha vaqtingiz, pulingiz, asabingiz tejaladi. Yuqorida mana 24 qatorli O'zbekan firmasining g'alla selkasi turibdi. Bu g'alla selka faqat ekishdan tashqari bunkerlarida o'g'it ham, dori ham ekib keta oladi bir vaqt o'zida. Bu 24 qator hisoblanadi. Yana to'liq ma'lumot olishingiz uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Barchangizni SN Invest bosh ofisida va filiallarda kutib qolamiz. Bu selkani siz bemalol boshlang'ich 20-25-30% to'lab lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Ishlash videolaridan ham albatta videolar kanalimizga joylab boramiz. Bizni ijtimoiy tarmoq kanallarimizga ulanib qo'ying, bizdan uzoqlashmang.